Assalomu alaykum yorug'im. Bugun inshaalloh ikkinchi darsimiz igonin boyayu degan darsga kirish qilamiz. Darsimizni bismillah deb boshlaymiz. Birinchi grammatikamiz iga issoyo, iga opsoyo degan grammatika. Bu grammatikamiz i issoyo ga issoyo. Issoyo bor degani. Issoyo ga issoyo nimadir mavjud ekanligida, sizda bor ekanligida ishlatamiz. Bu undoshga ishlatiladi. Issoyo undoshga, ga issoyo bo'lsa unliga ishlatiladi. Opsoyo bo'lsa yo'q. Xuddi shunday mana opsoyo ga opsoyo. Opsoyo undoshga, ga opsoyo unliga bo'ladi. Nega ka emas? Chunki har doim undan oldin unli keladi, shuning uchun ga degan talaffuzni beryapman. Xo'p. Birinchisi ija, sul. Ijaga issoyo. Sul bor. Sizda nimadir bor yoki yo'qligida buni aytishingiz kerak bo'ladi. Agar yo'q bo'lsa ijaga ko'ryapmiz mana bu yerda. Xo'p, oxirgi harfi a bilan tugayapti. O'shaning uchun ga qo'shyapmiz bunga. Bu issoyo grammatikasining qo'shimchasi. O'sha otga qo'shilib keladi. Issoyo bo'lsa yoki opsoyo yozmoqchi bo'lsangiz, alohida yozishingizga to'g'ri keladi. Opsoyo mana. Opsoyo yo'q. Sul yo'q. Ijaga issoyo sul bor. Ijaga opsoyo sul yo'q. Xo'p. Keyingisi Hop. Polpen. Yompil deb qo'yaylik. Yompil. Qalam. Bo'lsa qo'shimcha. Yompiri issoyo. Yompiri opsoyo. Yompiri opsoyo. Qalam yo'q. Ko'ryapmiz, bu oxiri l bilan tugagan uchun, undosh bilan tugagan uchun qo'shilyapti va opsoyo yo'q. Sizda mana shu narsa mavjud emasligida yo'q deb aytasiz. Qalamim yo'q, qalamim bor degan tarjimani beryapti. Xo'p, endi o'qib ko'ramiz mana yerda. Usani issoyo. Usan bu zontik. N bilan tugagan uchun harfini olib, zontigingiz bormi deyapti. Anyo opsoyo. Anyo yo'q degan, opsoyo mavjud emas demoqchisiz va bu ikkalasi bir bo'lib yo'q degan tarjimani beradi. Xo'p, namja chinguga issoyo. Xo'p, yigit o'rtog'im bor. Namja chinguga opsoyo. Yigit o'rtog'im yo'q degan tarjimani beryapti. Usani issoyo. Zontigim bor. Usani opsoyo. Zontigim yo'q degan tarjimani beradi. Xo'p, endi ikkinchi grammatikaga o'tamiz. Xo'p, bular ko'rsatish bo'lib, igonin, cho'gonin, kigonin. Xo'p, igonin, kigonin va cho'gonin. Igonin bu narsa degani. Yaqin narsalarga nisbatan ishlatiladi. Kigonin u narsa. Cho'gonin anavi narsa. Igonin bu narsa yaqin narsalarga, kigonin u narsa sal uzoqroqdagi, cho'gonin bo'lsa anavi narsa bo'ladi, uzoqdagi narsalarga nisbatan ishlatiladi. Xo'p, yana bu igonin, kigonin, cho'gonin bu qisqartirmasi o'zi asl ko'rinishi mana bunday bo'ladi. Xo'p,
Mana bu yerda noto'g'ri yozib qo'yibman. I bu degani got degani narsa degani va in bo'lsa bu inning grammatikasidagi qo'shimcha bo'ladi. Asl ko'rinish mana shunday bo'ladi. Bu qisqartirmasi mana bunday keladi. Asl ko'rinishi igonin hop k go sin u ketdi. Go sin va cho go bu asl varianti. Bu esa qisqartirmasi. Suhbatda bemalol ishlataverasiz va agar topiklarda mana bunday chiqib qolsa, nima ekan deb o'tirmanglar. Bular ham xuddi shu, bu bilan bir xil, faqat bu qisqartirmasi, bu to'liq varianti. Xo'p, i yaqin narsalarga, k sal uzoqqa, cho bo'lsa uzoqdagi narsalarga nisbatan ishlatiladi. Got bu narsa. Mana bunday yozib qo'ymaysiz. I go gonin saram yo'q deb aytolmaysiz. Bu narsa odammi deyolmaymiz. Narsa deyilyaptimi, demak narsalarga nisbatan ishlatilishi kerak bo'ladi. Ko'rib chiqamiz. Xo'p, igonin bo'yi yo'q. Bu narsa nima deb so'rayapti? Sajun yo'q. Xo'p, bu narsa lug'at deyapti. Endi buni uzoqliklarni tushuntirib beradi. Igonin bo'yi yo'q deb turib, yaqin masofada turibdi. Sajun yo'q, lug'at deyapti. Va kigonin bo'yi yo'q. Ana bu narsa nima deyapti? Va masofa o'zgardi. Oxirgisi cho'gonim bo'yi yo'q deyapti. Masofa undan ham uzoqlashdi. Uzoqroqqa bo'lgani uchun. Xo'p. Igana bo'ja yo'q. Bu narsa bosh kiyimmi? Bosh kiyim so'roq emas, hozir yana deb ketdim. Cho'gonim changmuni yo'q. Ana u narsa deraza deyapti. Kigonim hanguk chido yo'q. U narsa kres xaritasimi? Anyo yonguk chido yo'q. Yo'q. Xo'p, Angliya xaritasi deb turib aytibdi. Endi keyingi grammatikaga o'tamiz. Undan oldin maragi speaking bor ekan bu yoqda. Ko'pincha mana bu yerda hop mikrofoncha bo'ladi. Mana shu yerga yaxshilab qarashinglar kerak bo'ladi. Bu talaffuz beradi, paromni ko'rsatadi. Mana bu yerda op so yo bo'lib ajinla qilib o'qilish kerak bo'ladi. Steven bilan Ajummani suhbati bo'lar ekan. Choncha sajoni issoyo elektron lug'at bormi? Ajumma anyo opsoyo yo'q deb javob beryapti. Igoning hangugoro bo'yi yo'q. Bu narsa koreys tilida nima deb so'rayapti? Chay yo'q. Lineyka o'lchagich. Cho'gunin yompiri yo'q. Ana bu narsa qalammi deb so'rayapti. Anyo polpeni yo'q. Yo'q, ruchka deb javob beryapti. O'qib ko'ramiz va bu yoqda xo'p, audiosi ham bor. Ochib, eshitib ko'rishingiz mumkin talaffuzingizni to'g'rilash uchun. Keyingisi ot plus chuseyo grammatikasi. Bu juda ham oson grammatika deb o'ylayman. Chunki uli undosh demaydi va o'zi alohida yoziladi. Xo'p. Aytishimiz mumkin u yu chuseyo. Xo'p. U yu chuseyo. U yu sut. Chuseyo bering. Va bu grammatikamiz, chuseyo grammatikamiz otga qo'shilib keladi va alohida yozilib, o'zbek tilidagi ot degani bering degan tarjimani oladi. Bu faqat otga nisbatan fe'l bilan sifatniki sal boshqacharoq bo'ladi. Uy chuseyo, sut bering. Xo'p. Pan chuseyo. Non bering. Juda ham oson grammatika. Endi ko'ramiz. Bilan buni. Chek chuseyo. Kitob bering deb so'rayapti. Bda yogi soyo. Mana marhamat, mana bu yerda deb javob beryapti. Kofi chuseyo. Kofi bering. Shinmun chom chuseyo. Xo'p, gazeta bering. Chomni ma'nosi iltimos yoki biroz degan tarjimani ham oladi. Pasta. Do'stingiz bilan narsalarni shu pillida bu qarzga olmoq, ijaraga olib ko'ring deb suhbat qilib ko'ring do'stingiz bilan deyapti. Chiyuga chom chuseyo. O'chirg'ich berib turing deyapti. Iltimos o'chirg'ichingiz berib turing deyapti. Yogisoyo. Mana marhamat, mana bu yerda deb javob beryapti. Hop, endigi grammatikamiz ot plus hago.
va gva grammatikamiz ekan. Bu grammatikamizni hammasini xo'p, tarjimasi bir xil. Otga qo'shiladi. Ot bilan qo'shilib keladi. Hago. Bu bitta grammatika. Bu birinchi grammatikamiz. Bu alohida yoziladi va ot plus va grammatikamiz. Bu alohida grammatika. Bu birinchi grammatikamiz. Bu bo'lsa ikkinchi grammatikamiz. Lekin bu ikkita grammatikani ham hammasi oddiygina o'zbek tilida bilan degan tarjimani beradi. Bilan. Xo'p. Hago, ulli, undosh ikkalasiga ketaveradi bir xil bo'lib. Bunda esa va ulliga gva bo'lsa undoshga ketadi. Tarjimasi bilan. Oddiygina bilan tarjimasi. Xo'p, bularni ko'rib chiqamiz. Bilamiz, ulli harf bilan tugasa buni olamiz, undosh harf bilan tugasa buni olamiz. Xo'p. Ikkita gapni bir-biriga qo'shyapmiz. Qo'shimcha qilganda aytamiz. Xo'p, boyaginday. Xo'p. Chek hago. Chek chusayo. Chek chusayo. O'tgan grammatikamiz. Xo'p. Chek kitob bilan daftar bering. Ikkalasiga bir xil ketaveradi yoki u yu hago pan ni isoyo. So'rash mumkin, nima borsa sut bilan non bor deganda pan non. Bu undosh bilan tugagani uchun i qo'shilyapti. Boya o'tgan tepada o'tgan grammatikamiz. Xo'p, endi xuddi shuni va gva bilan ishlatib ko'ramiz. Chek va konchek chusayo. Xohlasangiz buni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchisi u yu va misoyo. Xo'p. Ko'ryapsizmi? Bu yoqda k bilan tugayapti. Gva olyapti. Bu yoqda u yu ulli bilan tugagani uchun va olyapti. Hammasi bilan degan tarjimani beryapti. Ko'rib chiqamiz va grammatikalarga ko'proq gap tuzib ko'rish kerak bo'ladi. Kitobdagi narsalarni mana shu yerda tushunmagan bo'lsangiz, mana yerda tushuntirib qo'yadi. Patchimi bo'lsa, ulli bo'lsa, patchimi bo'lmasa, ulli bo'lsa va oladi. Patchimi xo'p bor bo'lsa, undosh bo'lsa gva oladi deb turib tushuntirib qo'ygan bo'ladi ko'p narsani. Mana bu yerdagi tayyor ekzemplarni ko'rib, o'qib chiqish kerak bo'ladi. Qanday qilsam qanday bo'ladi deb turib ko'rib qayta qilsangiz bu grammatikalarni yaxshi tushunadigan bo'lasiz. Ko'proq gap tuzib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi a bilan buni o'qib ko'ramiz. Chiuge hago yompil chusayo. O'chirg'ich bilan xo'p, qalam bering de yogisoyo. Ha, mana marhamat, mana bu yerda debdi. Kolla hago jusuga isoyo. Kola bilan xo'p, sharbat bor. Mana bu yerda a bilan tugayapti. Hago aytgandek ulli undash farqi yo'q, olib ketyapti. Pulpen hago konchek chusayo. Ruchka bilan daftar bering. Keyingisi chuge va yompiri isoyo. O'chirg'ich bilan xo'p, bu yerda qalam bor. Hakseng va songsengning mimida. Talaba bilan ustoz degan tarjimani beryapti. Xo'p, keyingi maragimizni o'qib ko'ramiz. Ajumma bilan chullangni suhbat ekan. Osoyo, xush kelibsiz. Shinmun isoyo. Gazeta bormi? De isoyo. Hanguk shinmun hago nara shinmun isoyo. Koreya xo'p gazetasi bilan
Davlat gazetasi borsa, Hanguk Shinmun chusayu. Koreya gazetasini bering. Yo'q issayu. Mana marhamat degan. Xo'p, tarjimani oladi. Tepada grammatikalarni ko'rib, gaplar tuzib ko'rasizlar. Bu yerda titkilar bo'ladi. Titkilarni kitob tashlangan. Shuni olib, titkilarni bemalol mana yerda track audiosini ko'rib, ochib eshitib ko'rishinglar mumkin. Uning uchun faqat lug'at yodlashinglar kerak bo'ladi. Biz esa keyingisini titkidan o'tib ketamiz. Xo'p, titkini ham tushuntirib o'tib ketaman. Mana bu yerda aytadi: chal titki yo'ngarasayo yaxshilab eshitib bir-biriga ulang deyapti. Demak, birinchisida qaysi birini aytadi? Stulni aytadimi? Bosh kiyimni aytadimi? Partanimi yoki shu televizor yoki kompyuterda aytadimi? Qaysi birini aytadi? Bir-biriga ulab olib borishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi titki chal titki manning go'sul ko'risayo yaxshilab eshitib mos keladiganini tanlash kerak ekan. Xo'p, bu yoqda bola narsa so'rar ekan, qaysi bir narsani so'rashini mana yerda yozishingiz kerak bo'ladi. Sajon so'raydimi, cho'ncha sajon so'raydimi, mana yerga yozishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisida xo'p, faqat elektron lug'at so'radimi yoki lug'at so'radimi yoki lug'at bilan elektron lug'at so'radimi, shuni topishimiz kerak bo'ladi. Uchinchisi bo'gaysa, modu ko'rsa, nima bor hammasini tanlang deyapti. Demak, bitta shu audio titkidan eshitishdan 3 ta javob topishimiz kerak ekan. Birinchisi bu jurnal chapchi deyiladi. Jurnal qaysi biri bor ekan? Yaponiyanikimi, xo'p, Amerikanikimi yoki Koreyanikimi? Qaysi biri bor bo'lsa, o'shani xo'p yozishingiz kerak bo'ladi. Tanlasangiz, chek qilishingizga to'g'ri keladi. Keyingisi endi pastga tushamiz. Ilkini o'qib ko'ramiz. Ilki testini o'qib ko'ramiz. Biz buni tepadan ham o'qib ko'rgandik. Ilkini o'qimizda, ilkida pastda mana yerda javobini topishimiz kerak bo'lardi. Hop, Steven blogi. Stevenning blogi deyapti. Che pangeyo. Mening xonam. Annyeonghaseyo. Assalomu alaykum. Cho'ni Stevenyeyo. Men Stevenman. Seul Daehak교 학생이에요. Seul universiteti talabasiman. Che pangeyo. Mening xonam. 침대와 책상 의자가 있어요. Kravat, parta va stul bor deyapti. Mana rasmga nisbat beryapti. Televizorga 냉장고는 없어요. Televizor va холодильник yo'q. Che lummeytiga 있어요. Mening xonadoshim bor. Che lummeytining 한국 사람이에요. Mening xonadoshim koreys odami, koreyalik degan tarjimani beryapti. Irimim Chveechong-u예요. ismi Chveechong-u deyapti. Chveechong-uning yo'ja chinguga o'psayo. Chveechong-uni shu ayol do'sti yo'q deyapti. Endi buni pastdagi javoblarni ko'rib chiqamiz. Bo'gaysayo, moda ko'rsayo, nima bor, hammasini tanlang deyapti. Xo'p, xonada nima bor edi? Kravat bormidi? Parta, stul bormidi? Televizor, xo'p, bu yoqda 냉장고, холодильник va kompyuter. Nima bor edi xonasida? Hammasini tanlab chiqasizlar. Ikkinchisi, manning go'sul ko'rsayo, mos keladiganini tanlang deyapti. Birinchisi, Stevenning lummeytiga issayo. Stevenning xonadoshi bor. Xonadoshi bormidi? Ko'rib chiqamiz. Agar bittada eslab qolgan bo'lsanglar, ha yoki yo'q. Ha deb turib yoki yo'q deb turib птичка qoldirasizlar. Keyingisi, Stevenning yo'ja chinguga o'psayo. Stevenning ayol do'sti yo'q deyapti. Steven o'zi haqida gapirdimi? Meni ayol do'stim yo'q dedimi? Shu narsani ham bir ko'rib chiqasizlar. Va pastda sigi yozib ko'rasizlar. Mening xonam degan xo'p, bitta sigi yozishni qilib ko'ringlar. Hozir kichkina narsalardan boshlasangiz, kelajakda katta narsalar sizlarga oddiy bo'lib qoladi, xudo xolasa. Shuning uchun mana yerda siz o'zingizning xonangizda yozib chiqing. Ja bo'lmasa kelajakda orzu qilayotgan birorta o'zingizning xonangizni tasvirlab qo'yishingiz ham mumkin bo'ladi. Keyingisi pastda ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yoqda parim berilyapti. Xo'p. G harfidan keyin P harfidan keyin H harfidan keyin Y kelsa, degan talaffuzni beradi deyapti. She G bo'ladi, she G emas. Mana yerda P emas, P degan talaffuz beradi. Mana yerda ham chi, he emas,
che he bo'lib turib mana degan talaffuzni oladi deyapti. Mana bu yerda ham titkini eshitib ko'rasizlar, o'zinglar ham qaytarib ko'rasizlar bir ikki marta. Va chagi pyonga o'zini baholash deyapti. Mana bu yerdagi tepada kelgan hop lug'atlarni ko'rib yodlab chiqasizlarda. Mana yerda endi qovus ichida tushib qolganlarni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana yerda bitta narsa bir marta ishlatilishi kerak bo'ladi. Almajin go'sul ko'lla munjangil vansongasayo deyapti. Mos keladigan narsani tanlab jumlani tugating deyapti. Xo'p, biz boya o'tdik, to'g'rimi? Grammatikalarni. Xo'p, hago, issoyo, opsoyo, nin grammatikalarida undan oldingi darslarimizni o'tganmiz. Xo'p. Bu yoqda polpen, ruchka, chuvga chusayo. Nima qo'yamiz? Ruchka, xo'p, o'chirg'ich bering. Qaysiga qo'yamiz? Hagoni qo'yamiz, chunki ruchka bilan o'chirg'ich bering deyapti. Ikkinchisi usan nimadir. Uzonchik nimadir deb so'rayapti. Anyo opsoyo yo'q deyapti. Demak, nima deymiz? Xuddi shunday issoyoni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Usani issoyo zonchigingiz bormi deb so'rash kerak edi. Bu yoqda yo'q degan javobni berish kerak. Xo'p. Keyingisi. Kirmil pogon munjangil vansongasayo. Rasmni ko'rib jumlani tugating deyapti. Demak, bu ham o'tgan grammatikalar bo'yicha tushadi. Bu yoqda a bor, a yo'q, b bor ekan. Demak, b ni o'qimizda a ni topishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqda ham xuddi shunday. Bu yoqda bo'lsa a, b bor, a ni javobini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu o'tgan narsalarimiz, tepadagi o'tgan narsalarimizdan tushadi. Hangugo chegeyo deyapti. Koreys tili, xo'p, koreys tili kitobi deyapti. Va biz boya o'tiga igonin, kigonin, chogonin degan narsani o'tiga u, bu, ana bu narsa degani. Bu qaysi masofada? Yaqinmi, uzoqmi, juda ham uzoqmi? Shunga qarab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana yerda. Videoni bitta pauza qilib o'zingiz topib ko'ring. Bo'lmasa hozir birga aniq ko'ramiz. Xo'p, bu yoqda masofasiga qarab aniq qilamiz, javobini topib, masofa yaqin bo'lgani uchun igonin deganini qo'yamiz. Masofa juda ham yaqin bo'lgani uchun igonin chegeyo yoki igonin bo'yyo degan savolni berishimiz kerak. Bu narsa nima yoki bu narsa kitobmi deb turib so'rash kerak. O'zingizga aniq qilib, bu narsa nima deganimiz yaxshiroq bo'ladi. Bu narsa kitobmi desa, ha, bu narsa koreys tili kitobi degan javob xunukroq chiqsa kerak. Keyingisida de kabangeyo deyapti. Ha, sumka deyapti. Demak, nima deyishimiz kerak? Bu narsa juda ham bunaqa soddalashtirib berilgan. Просто sizlar bu narsani qaytarishinglar uchun juda ham anaqasi bor. Lekin noldagilar uchun bu yaxshi holat. Savol berishimiz kerak. Masofasi qanday? Yaqin, uzoq, o'rtacha? Uzoqroq. Shunda chogonin kabangeyo. Ana bu narsa sumkami deb so'rash kerak. De kabangeyo. Ha, sumka deb javob berish kerak. Keyingisi. Shinmuni issoyo. Gazeta bormi deb ada so'rayapti. Xo'p. Keyingisida de issoyo b da ha bor deyapti. Demak, nima deydi? Shinmun gazeta. O'tgan grammatikamiz. Chusayo deydi, gazeta bering deydi. Siz so'raysiz-ku, to'g'rimi? Gazeta bormi? Ha, bor desa, ha, gazeta bering deb turib, qaysidir gazetani tanlab, gazetani olasiz. Bu ham xuddi shunday narsa bo'ladi. Xo'p, bizning grammatikamiz va mashqlarimiz shu yerda tugadi. Mana bu yerda pastda xo'p, anglizchani yaxshi biladiganlar uchun nimalar bor? Shu lug'atlar bor. Bu yerda tepadagi speaking maragimizni tarjimalari ham bor. Lekin biz buni o'zimiz hammasini o'zbekcha qilganimiz uchun bu narsa bizga kerak emas degan katta umiddaman. Grammatikalarni qaytarib ko'ring. Agar grammatikalar bo'yicha savollar bo'lsa, bemalol shu beraverasiz, kommentariyada qoldiraverasiz. Xudo xolasa keyingi darslarda ko'rishguncha yorobun. Sog' bo'linglar.